Barsachilarga sabr tilaymiz endi. Bugun Barsachilarning komandalari 4-1 Sevilyadan yeb qo'ydi. Darrab o'tgan hafta 1ga chiqishdi. Bu hafta yana o'zlarining joylariga tushib olishdi. Endi nima ham deymiz? Shunaqasi ham turadi. Barsachilar endi xab bo'lmadi. Endi to Barselona birorta komandani yutguncha o'zingizlarni endi eski o'yinlarni ko'rib o'tib turasizlar. Ammo bugungi o'yinda Sevilya Barselonani borku, shuni og'zini ochuvdi, Gemeroyni ko'rib qo'ydi, o'zi rangdan qilib, bu to'miraga tushdi-ku, o'zi shuni og'zini ochganda ichida nima kasali borligini o'zi bilib qo'ydi. Suvga shuni o'berib, to'lqon yedirib, suvga o'berib turib, suv ichirmay qaytarib keldi-da. Endi o'ma eng sharmandalisi Lewandowski 11 penaltini chichib qo'yganlar bo'ldi. Endi Barsachilar sizlarga sabr tilaymiz.